Yusuf Davron degani, Abdullah Zufar degani, Sodiq Samarqandiy degani bor. O'zbekistondan ikkalasi. Hozirgi tongda shu Turkiyadami. Ekstremistik g'oyalarni o'ziga singdirgan Yusuf Davronov, Abdullah Zufar, Sodiq Samarqandiylar hozirgi kunda Turkiyada yashaydi. Ular Istanbulda madrasa ochib, Markaziy Osiyodan o'tganlarni o'z madrasalariga taklif qilib, keyin ularni terrorchilik guruhiga jalb qilishmoqda. Aldab chaqiradi-ku endi. Odamni so'g'isqa desa hech kim bormaydi-ku. So'g'isqa desa o'ylanadi kichkintoy. Ta'lim beramiz, ilm beramiz, undoq o'qitamiz deb shunday qilib jalb qilib turib, shunday qilib chaqirib olgandan keyin, yoqqa borgandan keyin bilganini qiladi. Endi o'zlariga ayon shunday qilib Siriyaga o'tkazib yuboradi urushga. Bunaqalar yo'q emas, bor, ko'ryapmiz. U yoqdan kelganlar ham bor. Misol uchun, mana O'zbekiston o'tgan yilida qanchasini olib keldi Siriyadan. Ko'proq xizmat qilayotgan shular. Yusuf Davron, Abdullah Zufar, Sodiq Samarqandiy. Ular endi internetda turib, mazhabdan dars beramiz deb mazhabdan gapirishaveradi-yu. Endi mazhabni ilmi bor odam ajratmasa, ilmsiz odam ham mazhabdan ekan shularni aytayotgani, shularni tutgan yo'li to'g'ri ekan deb ergashib ketaveradi. Endi hammani eshitaveradigan bo'lsa, buni kimligini bilmasa, qayerda o'qiganligini bilmasa, kimga xizmat qilayotganligini bilmasa, nima maqsadda nima ish qilayotganidan xabari bo'lmagandan keyin odam ergashib ketaveradi. Chiroyli gapirar ekan, haqiqatni gapirar ekan, chiroyli ma'ruza qilayotgan degan bilan ish bitmaydi-da. Shuning uchun ilm o'qish kerak, kitob o'qishlik kerak. Yoshlarimizga nasihatimiz shu. Shuning uchun endi yoshlarga aytadigan maslahatimiz, nasihatimiz ilm o'rganishlik kerak. Bir ustozni etagini mahkam ushlab, masjidlarga kelib, shulardan so'rab, shulardan ilm o'qib, kitobdan ilm olinsa, shundagina odam adashmaydi. Bilim beradigan imomlari bor, ustozlari bor, bilim oladigan joylari ham bor, issiq, hammasi sharoitlari bor. Madrasalarimizda yetarli. Ana shu yerlarda borib ilm olsa, inshaalloh mana ota-onalarga ham aytadigan nasihatimiz, maslahatimiz, farzandinglarni o'qitadigan bo'lsanglar, shunaqa bir tanilgan, muftiyatni nimasida bo'lgan, shunday bir o'quv bilim yurtlarida o'qitishlik kerak.